Dünyada ciddileşkide hiç qanday iş yok. Hiç qanday iş ciddileşke arzimaydi suyum savaqtaşlar. Düşendi anlama. Men bulup deyme. Dünyada hiç qanday iş ciddileşke arzimaydi. Fakat ciddileşke san bir gap bular desen şapqıdı qo'yutudu deyme. Odam taslim bo'lishni bilish kerak. Odam amalsizlikni bilish kerak. Amalsizlikni tushungandimi cho'ng amal olmaydi. Odam nurg'ishlar amalsizlik kelgan bilganda bu bak cho'ng amal, bak cho'ng amal. To'limi cho'ng amal. Ba'zi narsalarni sen unda kirishib olgan siri yaxshi olmaydi deymi? Mening opammiz tamoq shunda usti xutunti. Miyman kasli o'xshamaydi, miyman kasli o'xshamaydi. Nimishqa? Ya o'xshayman deydi. Miyman kemizda qilib qo'ydi, shunda o'xshab ketdi. Shu xiyoliy odamning g'imini tabiat yeydi deymiz. Bir xiyoliy odamlar bor. Hammasi shunda o'ng'imon ketadi. Sonra menimcha ciddiy ishga kerak alohida bir ish yo'q. Buluq deydiğinim birovning sen tashlab etishdan qo'rqma. Vakolatchilaringni sen tashlab etishdan qo'rqma. Mayli seni kim tashlab etsa, quyoshning yuzi bilan birga ekitanmaydi u. Quyoshli bo'ladi ekan, selli bo'ldi ekansa, yana hayot davomlashaverdi, nafas to'xtab qolmaydi. Cho'ng ish yo'q deb qo'yma. Bo'lamiz. Hey muallimning asli bahsi 288 yuan bo'lgan 8 qism 6 soatlik sillik darsligining hozirgi faoliyat bahsi 29 qo'y. Astidagi ulanmadan setib oling. Setib olgandan keyin bevosita ko'ra olasiz.